Davron aka bor-ku, yomon xas solib, bitta sigaret bermay, ikkitasi pachkada sigaret tursa, shuni olsa 5 ketaman. Men libboy odamdan sigaret olaman. Men shundoq boraman-da, hozir shunday bitta sigaret ber desam beradi. Ololmasangiz-chi? Gari o'ynaysanmi? O'ynayman aka. Mana qarab tur, shunday boraman, hozir bitta sigaret olib kelaman. Yaxshimisan ukam? Yaxshi. Sog'lig'ing yaxshimi? Bitta chekishaylik. O'zi bitta qolgan. Shundaymi? Bo'lmasa bunday qilaylik ukam. Orqadagi ukam bilan va'dalashib qo'ydim. Mana shu pachka ochilmagan senga. Shunda oldinga kelib sigaret so'raganimda bitta ber deganda, "Vo akajon, sizdan sigaret aylansin" deb bitta sigaretingni bersang, oramiz ochiq. Qolgan pachka senga. Bir dona bersang bo'ldi. Nima bo'ldi aka, oldingizmi? Mana hozirda sigaretingdan bitta ol, chakaylik. O'zi bitta qolgan.